Ana. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Unab keldingizmi? Un. Bir yaxshi non yopib beradi. Men qo'limga yuvib chiqib hozir o'zim olib Hop, mayli. Voy, qani. Kelin. U og'iri o'zim olib chiqaman. Yo'q, dadajon. Men turganda siz ko'tarasizmi? Hozir o'zim olib chiqib qo'yaman. Ha, dadasi. Ne qarab qoldingiz? Ha? Ha? Ha, qo'yavering. Govdasiga yarasha ish qilaladi. Yuring, choy damlab qo'yganman. Yuring. Tuz ko'tardi ya. Dadasi. Rahmat ha. Onangga rahmat. Bo'ling. Faqat tasviriy san'at asarlari balki Walker Evans. Dadajon, ovqat tayyor bo'ldi. Chiqinglar. Ha, kelin boshda so'ragan ayb yo'q. Nima ovqat pishirdingiz? O'choqda osh damladim, 2 xil salat qildim, keyin yana shiringina tort ham qildim. Yo'q, qoyilman Yo'q, otingizga rahmat. Bu hammasini bitta o'zi pishirdingizmi? Voy, baraka toping. Dadasi meni oshxonaga ham yo'latganlar-yu. Rosa ham chaqqon qiz ekansiz. Rahmat oyijon. Bu oshda o'choqda tayyorlab qiynalib qolmaysizmi? Ha, ichkarida gazlab pishirsa ham bo'ladi oshku. Yo'q, qiynalmadim dadajon. O'choqda shirin chiqadi-da. Mazali chiqadi. Turinglar bo'lmasa, o'g'lim, tur. Yuringlar, hovliga joy qilib qo'ydim. Qani, yuring. Boringlar. Hozir. O'g'lim, tur. Men ovqat yemayman, qornim to'q. Bu baraka topkur, shu xotining sen uchun shuncha harakat qilgan. Ozgina totib ko'rgan, jahlim chiqarma tur deyapman. Hop, hozir. Tur. Hop. Mana turdim-ku. Yur.